112 savol. ATF iqtidor biologiya. Glyukoza aerob va anaerob sharoitda parchalangan. Demak, anaerobning achitqi zamburug'i ishtirokida. Demak, 0,5 mol glyukoza jami bo'lgan, jami hosil bo'lgan karbonat esa 1,8 mol bo'lgan. Demak, aytadigan bo'lsak, glyukozamiz anaerob sharoitda parchalanganda u sut kislota bo'ladimi, achitqi zamburug'i bo'ladimi, 2 molekular karbonat chiqadi. To'liq parchalanishda 6 molekular karbonat chiqadi. Demak, chala parchalanishda X deb oldik, to'liq parchalanishda esa Y deb oldik. Glyukozamiz jami 0,5 mol, karbonatimiz esa 1,8 mol bo'ladi. Demak, X, ya'ni glyukozamiz X plus Y 0,5 mol bo'ladi. 2X karbonat 2 edi, X edi 2X plus Y ni 6 ga ko'paytsak 2X plus 6Y 1,8 bo'ladi. X yo'q boradigan bo'lsak 2 ga ko'paytsak 2X, 2 ni Y ko'paytsak 2Y, 2 ni 0,5 ko'paytgan 1. X lar qisqarib ketadi. 6Y dan 2Y ayiradigan bo'lsak 4Y, 1 dan 1,8 dan 1 ayiradigan bo'lsak 0,8 bo'ladi. 0,8 4 ga bo'lsak Y 0,2 ekan. Y 0,2 bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi 0,5 edi. 0,5 dan 0,2 ni ayirsak, X ga 0,3 qoladi. X 0,3 ekan. Glyukozan qancha qismi aerob sharoitda parchalandi? O'zi jami 0,5 edi. 0,5imiz 100% bo'ladigan bo'lsa, 0,2imiz esa 40% bo'ladi. Javob C variant. 113 da glyukozan qancha qismi anaerob sharoitda parchalandi? Anaerob desa, glyukozamiz 10 molekula bo'lsa, 10 molekula anaerob bor uni tarkibida demoqchi. Ya'ni sitoplazmada. Jami glyukozam 0,5 mol edi, 100%. Jami glyukozamizda shuncha anaerob bo'ladi. Ya'ni sitoplazmasi 0,5imiz esa 100% bo'ladi. Javob D variant. 114 da faqat anaerob deyapti. Faqat anaerob degani bu ikkinchi bosqich hisoblanadi. Bu ikkinchi bosqichda ham anaerob bor, to'liqda ham anaerob bor. Demak, jami glyukozam 0,5 edi, 100% bo'lsa, mana Y chiqqanda anaerobimiz 0,3imiz esa X bo'ladi, ya'ni 60% bo'ladi. Javob D variant. 115 da karbonatning qancha qismi anaerob sharoitda parchalandi? Anaerob, ya'ni Ximiz 0,3 chiqqanda, demak, karbonatimiz 2X edi. 2 ni 0,3 ga ko'paytsak 0,6 mol bo'ladi. Jami 1,8 edi, 100% bo'lsa, 0,6imiz esa X bo'ladi, 33,33% bo'ladi. Javob B variant. 116 da aerobda karbonat. Aerobimiz Y bilan belgilanganda Y 0,2 bo'lganda, bizda 6 ta Y bor edi. 6 ni 0,2 ga ko'paytsak 1,2 bo'ladi. 1,8 jami edi. 1,8imiz 100%, 1,2imiz esa X foiz bo'ladi. Jami 66,67% bo'ladi. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang.